Salom do'stlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz Sog'liq Hangogo 1A kitobidan mavzularimizni o'tishda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz kitobning 2-yuniti 1-dars bo'ladi. Xo'p, bugungi videoda ikkita grammatikani ko'rib chiqamiz. Birinchisi noun ega, issoyo, opsoyo, ya'ni biron narsa bor yoki yo'q degan ma'noda ishlatiladi. Ikkinchisi igonin, kigonin, chogonin, noun iyeyo yoki yeyo. Xo'p, demak, biron narsani yaqinroq yoki uzoqdagi narsani nima ekanligini aytishda ishlatiladi. Xo'p, video davomida bularni batafsil ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi noun iga, issoyo, opsoyodan boshlaymiz. Xo'p, bu struktura biron narsa bor yoki yo'qligini aytishda ishlatiladi. Misollarga o'tadigan bo'lsak, nanashinin usani issoyo, ya'ni nanada soyabon bor. Xo'p, endi gapni tahlil qiladigan bo'lsak, strukturaga qaraymiz. Noun iga, demak, bu yerda nounimiz usan, ya'ni soyabon degan so'z bo'lyapti. Usanga i qo'shilyapti, chunki usanda oxirida patchim bor. Patchim bo'lganligi uchun i qo'shilyapti. Patchim bo'lmaganda ga qo'shgan bo'lardi. Usani issoyo, ya'ni soyabon bor. Keyingi ekzamplga qaraymiz. Chibe kompitoga issoyo. Xo'p, uyda kompyuterim bor yoki uyda kompyuter bor. Endi bu yerga qaraydigan bo'lsak, kompito noun o'rnida kelyapti va kompitoga gani qo'shyapmiz. Nimaga? Chunki kompitoni oxirida patchim yo'q. Shuning uchun gani qo'shyapmiz. Kompitoga issoyo, kompyuterim bor degan ma'noda keladi. Xo'p, endi sizlarga notimda misollar bilan ko'rsatib beradigan bo'lsam, qani bo'lmasam birinchi notimizni sozlab olamiz. Masalan, cho'nin oldingi misolga qaytadigan bo'lsak, usani opsoyo deylik endi. Usani opsoyo, demak, menda soyabon yo'q degan ma'no kelib chiqyapti. Yana bu yerda qaraymiz, usan noun o'rnida kelayotgan bo'lsa, usanni patchimi bo'lganligi uchun biz bunga i qo'shyapmiz. Yoki bo'lmasam endi patchimi yo'q misol ko'radigan bo'lsak, masalan, chadoncha deylik. Tim deylik. Timin chadonchaga issoyo. Demak, timda mashina, chadoncha degani mashina. Mashina bor deyilyapti. Demak, chadoncha patchimsiz tugaganligi uchun bunga gani qo'shyapmiz. Timda chadoncha bor. Xo'p, endi bu yerda yangi so'zlarimizni yozib olamiz. Usan soyabon, chadoncha mashina yoki avtomobil degan ma'noda keladi. Xo'p, endi yana qo'shimcha bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Mana bu i bilan ga qo'shimchasi oddiy gaplashayotgan paytda, do'stona muloqot qilayotgan paytda tushirib qoldirilsa ham bo'laveradi. Ma'no o'zgarmaydi. Masalan, usani issoyo bilan aytaylik, usani issoyo bilan usan issoyoni farqi yo'q. Ma'no jihatdan farqi yo'q va hatto ham hisoblanmaydi. Faqat og'zaki nutqda mana shunaqa i'ni tashab ketib aytsanglar bo'laveradi. Albatta, yozayotgan paytda i'ni qo'shib ketishlaring kerak. Chunki masalan, sigi testida, ya'ni insho yozayotganda agar i'ni tashab ketsanglar, bitta xatoga o'tadi. Shuning uchun yozayotganda e'tiborli bo'lasizlar. Shunaqa qisqacha bu mavzuyimiz shundan iborat edi. Keyingi mavzuyimizga o'tadigan bo'lsak, keyingisi igonin, kigonin, chogonin, noun iyeyo yoki yeyo. Buni birinchi umumiy nima uchun ishlatiladi deydigan bo'lsak, bu struktura yaqin yoki uzoqda turgan narsani nima ekanligini aytishda ishlatiladi. Endi bularning hammasi alohida so'zlar. Masalan, igonin ham alohida, kigonin va chogonin ham alohida ishlatiladi. Endi mana bu oxirgi misolda chojonin bo'lib qolibdi. Mana shu chogonin bo'ladi. Bunga e'tibor berib qo'yasizlar. Yozayotganda xato ketib qolibdi. Xo'p, endi bitta tahlil qiladigan bo'lsak, igonin degani
gapiruvchi odamga yaqin bo'lgan narsani aytishda ishlatiladi. Masalan, meni oldimda aytaylik xarita turgan bo'lsa, Igonin chidoyeyo deyishim mumkin. Bu xarita deb turib aytishim mumkin. U narsa men uchun yaqin, lekin tinglovchi uchun uzoq bo'lishi mumkin. Endi kgonin qachon ishlatiladi? Kgonin gapiruvchidan uzoq, lekin tinglovchiga yaqin bo'lgan narsani ko'rsatish uchun ishlatiladi. Masalan, men gapiruvchi bo'lsam, Anvar tinglovchi bo'lsa, Anvarning yonida bitta narsa turibdi, lekin menga gapiruvchiga u narsa uzoq. Shunga kgoninni ishlatsak bo'laveradi. Kgo ya'ni anavi. Kgonin sajoniyo. Anavi lug'at deb turib ishlasak bo'laveradi. Endi uchinchisi chogo. Chogonin chadonchayo. Chogoninni ishlatgan paytimizda qachon ishlatamiz? Bu ham tinglovchidan ham gapiruvchidan uzoqda bo'lgan narsa uchun ishlatiladi. Demak, ikkalasidan ham uzoqda bo'ladigan bo'lsa, chogoninni ishlatamiz ekan. Chogonin chadonchayo. Ho anavi mashina degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p, endi buni ham alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, misollar bilan yana ham ko'rib chiqadigan bo'lsak, sizlarga tushunarliroq bo'ladi. Birinchi aytaylik, meni yonimda biror narsa turgan bo'lsa, Igonin mojayo demoqchi bo'lsak, moja degani bosh kiyim degani. Aytaylik, meni yonimda bosh kiyim turibdi, lekin bu narsa gapiruvchidan uzoqroq, Anvardan uzoqroq. Men yonimda turgan narsani aytish uchun masalan Igonin mojayo deyishim mumkin. Mana bu bosh kiyim deb aytishim mumkin. Endi kgoga misol aytadigan bo'lsak, kgonin polpeniyo. Kgonin polpeniyo. Savol bilan murojaat qilyapmiz endi. Chunki u narsa meni oldimda emasda, gap tinglovchini oldida bo'lganligi uchun men so'rayapman Anvardan. Ana bu narsa polpenmi, ya'ni ruchkami deyapman. Polpen degani ruchka degani, buni ham yozib yodlab qo'ysanglar bo'ladi. Ana bu narsa ruchkami deb savol beryapman Anvarga. Endi Anvar javob bersa nima bo'ladi? Ha, ruchka demoqchi bo'lsa, ne? Endi Igonin bo'ladimi, kgonin bo'ladimi? Endi Igonin bo'ladi, chunki bu narsa Anvarga yaqinroq bo'lganligi uchun. Igonin polpeniyo. Ha, bu ruchka deb javob beryapti Anvar. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi chogoninga misol aytadigan bo'lsak. Chogonin uri chibiyo. Demak, ho anavi bizni uyimiz deyapti. Bu yerda yangi so'zlarimiz uri. Shoshilayotganda xato ham bo'lib turibdi. Uri biz degani chip bo'ladigan bo'lsa, uy degan ma'noda ishlatiladi. Chogonin uri chibiyo. Ana bu bizni uyimiz. Xo'p, endi sizlarga yana bitta qiziq faktni aytib o'tib ketaman. Muloqotda oddiy gaplashayotgan paytda mana bu ninni tushirib qoldirsak ham xato bo'lmaydi. Masalan, Igo mojayo desak ham xato bo'lmaydi gaplashayotgan paytda. Kgo polpeniyo desak muammosi yo'q. Faqat muloqotda gaplashayotgan paytda. Yozuvda buni qo'shishlaring kerak bo'ladi. Qo'shmasalar xato bo'lishi mumkin. Xato bo'ladi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz shu yergacha edi. Endi sizlarga yana bitta bonus bor. Bonus sifatida sizlarga bitta dialog tayyorlab qo'yganman. Shuni birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Bu yerda Steven bilan Ajmoni bir-biriga gapirishyapti. Ajmoni kim demoqchi bo'lsanglar, degan bo'lsanglar, Ajmoni degani xola degani, ya'ni o'sha ko'chada o'zlaringdan yoshi kattaroq ayolni chaqirayotganda xola deb murojaat qilinadi-yu, shunda murojaat qilishda ishlatiladi. Endi Steven gapiryapti bu yerda. Chonja sajon issoyo deyapti. Ya'ni chonja sajon degani elektron kitob degani. Elektron lug'at degani. Elektron lug'at. Application bo'ladi-yu o'zimizning telefonlarda, shunaqa lug'at degani. Xo'p, elektron lug'at bormi deyapti. Ajmoni bo'lsa javob beryapti. Aniyo opsoyo. Endi do'konda nima qiladi? U telefonda bo'ladi, to'g'rimi? Elektron lug'at. Aniyo opsoyo deb javob beryapti. Yo'q,
Bu yerda yo'q deb javob beryapti. Endi mana bu ani yo'q degani oddiy yo'q deyotganda ishlatiladi. Opsoyo bo'lsa bu yerda yo'q degan ma'noda ishlatiladi. Koreyslarda ham shu yo'qlar ham tiqilib yotibdi. O'zlariga muammo qilib nima kerak bor? Bitta yo'qni ishlasa bo'lmaydimi? Xo'p, mayli davom etamiz. Endi Steven yana so'rayapti. Igonin hangugoro moyeyo? Mana bu narsa koreys tilida nima bo'ladi deyapti. Demak, biron narsani koreys tilida qanaqa aytilishini bilmayapti ekan, shunga so'rayapti. Hangugo degani koreys tili degani. Hamma hangugo deyaveradi, nimaligini bilmasanglar, koreys tili degani o'rtoqlar bu. Hanguk degani Koreya, oni qo'shib qo'ysak, til degan ma'noni berib qoladi. Endi boshqacha aytadigan bo'lsak, biz o'zimizda ham bor-ku, o'zbek tili demoqchi bo'lsak, Ujbek degani o'zbek degani, Ujbeko oni qo'shib qo'ysak o'zbek tili bo'lib qoladi. Shunaqa o'rtoqlar, oni qo'shib qo'ysak til degan ma'noni ham berib qo'yaveradi. Bu koreyslarda shunaqa. Endi yana dialogga qaytamiz. Ajumoni javob beryapti. Chayeyo deyapti. Cha degani chizg'ich degani. Demak, mana bu narsa koreys tilida nima bo'ladi deb so'rasa, Ajumoni aytayapti, xola aytayapti, chizg'ich bo'ladi deyapti. Bilmaysanmi shuni ham deyapti-da. Endi Steven aytayapti, chogonin yompiriyo. Ana u narsa, savol beryapti. Chogonin yompiriyo. Ana u narsa qalammi? Yompil degani qalam degani, o'rtoqlar. Endi xola javob beryapti. Yana aniyo, polpeniyo, yo'q, ruchka. Ruchka bilan qalamni ajratolmayapti Steven. Nima balo bu? Polpen degani ruchka. Xo'p, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Sizlarga menimcha anchagina yangi so'zlar paydo bo'ldi. Bularni o'rganib qo'ysanglar, o'zlaringga foydadan xoli bo'lmaydi. Bugungi darsimiz shu yergacha edi. Darsimizni shu yerda tugatsak ham bo'laveradi. Sizlarga yana bitta e'lonni aytib qo'yishim kerak. Telegramda alohida kanalim ham bor. Ulug'bek Mahmudov uz deb yozsanglar chiqadi va opsioniyani ham qoldirib ketaman havolasini. Havola orqali shuni bosib o'tsanglar, o'sha yerda mana shu video darslikni materiallarni joylab boraman. Bemalol olib foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, darsimiz shu joygacha edi. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'linglar va keyingi darslargacha sog' va salomat bo'linglar.